Yuzlar boshqacha bo'lib ketgan, ko'zlar boshqacha bo'lib ketgan. Nima, litso operatsiya qildirdingizmi? Yo'q, o'zimga qarashni boshlayapman. Yo'q. 5 ta tug'ibman. Endi o'zingizga qaraganingiz bilan 5 ta tuqqansiz, aqqa qarab bo'lmaydi. Aqqa baribir qarab bo'lmaydi. Tilimni qichitma, bir borib kelaman-da, endi ham borib kelaman ochiqchasiga. Ya kelsang kelaver, prosta aytaman-ku, aqqa qarab bo'lmaydi. 5 ta tuqqan, qiyin. Spor o'ynaysanmi? Men bilan spor o'ynaysan? Onasini emsin, bir 500 metr arqon bilan oldinga bormasa, seni oldinga borib bo'lmaydi. Tushib ketgan payti 500 metr arqonsiz tortib bo'lmaydi yoqdan. Tushib ketmagandan 3 yurganlar yuribdi-yu. Yo'q, shunaqalari ham bormi? Bitta videoingizni ko'rib qoldim. Kaltagina yubkadami bir balodan mashinada bakovoydan yo'l ustida qichiq qilib o'ynayotgan ekansiz. Telegramdan ko'rdingizmi? Yo'q, men TikTokda ko'rib qoldim. TikTokda ko'rib qoldim. Ha. Uylaringiz chiroyli ekan, nima ish qilasiz? Uylarimni bitta yaqin dugonam qilib berdi, remont. Malades. Xalqda joni sog' bo'lsin. Uyingizda ham qildi, sizni tug'dirib ham olishdi. Bolangizda ham mana katta qilishyapti, ko'z tegmasin. Xalqimiz mehribon-da, xalqimiz mehribon. Shu Sardorni yozib beraymi-ki? Siz qachon bir bolangizni kasha-mashasidan xabar olasiz? Bo'ldi endi, xalqqa to'g'risini aytaveraylik, charchadim. Ani jipriqni nomida bo'lib qolganimi aybim? Qanaqa bola? Sardor xalqqa to'g'risini aytishga majbur qilmamani. Bu yuzda amini yebsiz, bu yuzda amini yebsiz. Sizga bordinglar, xolangni omigasiga bittang bolang bor deb chiq, bittang bilan erimsan deb chiq. Bittasi meni Sardor meni erim deb chiqibdi, haromi. Kim? Bittani gey xo'tog' bilan xunasa. Kecha uni ushlab olishdi-yu. Kim ushladi uni? Tojiklar. Zo'r ushlab, zo'r qilishdi, bechora bari ukamda-yu endi. Singlim. Yana kim yig'labdi? Kimdi o'sha ushlanib ketdimi, qamalib ketdimi? Yo'q, u qamalmaydi. Nima qamaladi? Hech kim qamalmaydi. To'xta, savolimga javob ber. Kim yig'labdi? Kimdi? Siz orqangizdan. Qayerga yig'laydi? Bittasi yig'ladi, bittasi erimdi deyapti-yu. Bittasi Dina degan qiz bor-ku, o'zi yig'labdi-da, efirda. Rosa yig'labdi. Bizchi uyda yig'lab o'tirib, shukr iloyim chiqqan deb Telegram to'lib ketgan, 4dan beri kirmagansiz, ko'rmabsiz-da, biz ommaga chiqib yig'lamadik. Sizni 2 kun nastroyeniyasiz hamma bilan urushib o'tirdik. Joningiz sog' bo'lsin. Bu sir bo'lmasa, banfirlarni har bittasi necha kilodan taxminan taroziga tortib ko'rsak. Hech kim eshitmayaptimi? Yo'q, hech kim eshitayotgan yo'q. Hali ushlab ko'rganingizda necha kilo deyodingiz? Bu yuzda amini yebsiz agar ushlab ko'rgan bo'lsa. O'zingga o'zing so'rab olasan-da, menda. Agar ushlagan bo'lsam, o'shani